Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi sizlar bilan bitta kupon qilishni ko'rib chiqamiz. Oldin Telegram kanalimizga o'tib olsanglar maza qilasizlar. Telegram kanalimizda bor odam maza qilyapti. Har kuni o'tadigan kupon beraman, kamida 2 ta 3 ta. Sразу Telegram kanaliga o'tib olamiz. Telegram kanalimiz shu YouTube profilimizning pastiga silka qo'yib qo'yganmiz. Bosib kirib olsanglar bo'ladi yoki pochtadan qattiq X bilan taxmin uz 2 ta z. Taxmin pastki chiziqcha uz 2 ta z. Yumshoq X bilan emas, qattiq X bilan taxmin qidirsanglar Telegramda chiqadi. Bugunga zo'rlarini 3 ta 4 ta kupon tashiyman. Telegram kanalimizga ham o'tadigan faqat. Sizlar bilan ham hozir o'tadigan kupon yasaymiz. Bemalol tekshirsanglar bo'ladi. Kupon %100 o'tib beradigan kupon tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Sal oshirib yubordik %100 deb. 90% o'tadigan kupon tayyorlaymiz hozir. Bemalol tekshirib olasizlar. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar maza qilasizlar, lekin Telegram kanalimizda har kuni kupon beramiz. O'tadigan gapga javob, o'tadigan kuponlar beramiz bolalar. Hozir nima qilamiz? Sizlar anaqaga ishonib qolmanglar. Har xil kanallar bor, kanallar ko'payib ketgan. Aniq hisob, to'shni shot, kelishilgan o'yin, unaqa, bunaqa. Umuman ishonmanglar o'sha narsaga. To'shni shot degan, birinchi o'rinda to'shni shot degan, kelishilgan unaqa narsa yo'q. Kelishilgan o'yin bo'lganda sizlarga u kuponni berib o'tirmas, o'zi boy bo'lib ketardi. Shuni unutmanglar. Bugun bo'lmasa kupon qilishni ko'rib chiqamiz bolalar. Bugun davlatlarda o'yini boshlanib qoldi. Avstraliya Kamerun soat 2 da boshlanar ekan bu. Darvoza tomon aniq zarba, общий 7.5 dan ko'p. Bo'ladi. Общий 7.5 dan ko'p aniq zarba oldik darvoza tomon. Bolgariya, Yangi Zelandiya, Finlandiya 11 da boshlanar ekan bu o'yinlar, o'rtoqlik maçlari. Bular ham 11 da, Xitoy. Qaranglar. Qara, burchak to'pini ham bekitib qo'ygan, Xullas, g'olib 2 va total 1.5 dan ko'p olyapman. Ikkinchi jamoa yutadi va o'yinda 1.5 dan ko'p gol bo'ladi deb oldik. 3.5% bo'ldi. Soat 11 da bo'ladi o'yinlar. Sekin. Shuning uchun men vaqtliroq video qo'yyapman-da. Eron, Nigeriya. O'zbekistonga bitta ishonamiz bolalar. Uyaltirib qo'ymaydi O'zbekistonimiz. 3 ta komanda ko'rdinglar. 6.5 koeffitsient pashti, 7 koeffitsient. Yetadi bolalar. Sizlar har kuni 7 koeffitsiyentga 100 mingdan tikinglar 700 ming so'm. Men sizlarga kuniga video qo'yaman. Agar like'larni bomba qilib tashlasanglar, har kuni o'tadigan 7 koeffitsient tayyorlab beraman. Kuniga 700 ming so'm, 600 ming so'm ishlaysizlar. 100 ming so'm tikib. Har kuni like'larni bomba qilsanglar bo'ldi. Men bunga tikib qo'yaman 6 million. Yo'q, bular tiktirmaydi. Bunaqa katta summa. Menga hech qachon 3 million tikib qo'ydim. Bolalar, like'larda bomba qilinglar. Ko'rgan odam like'ni bosib tashasin. Like'larni bosib tashab, Telegram kanaliga o'tib olib, "Aka, men Telegram kanaliga o'tib oldim, YouTube orqali" deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Hammasini 5 qilamiz. Har kuni o'tadigan tashiyman. Kuniga o'tadigan kupon beraveraman. Faqat like'larda bomba qilinglar va bu kuponni tekshirib ko'ringlar, qaysi o'tdimi, o'tmadimi. Hammaga rahmat, sog'